Yo bolalar barchaga salom, sizlar bilan men Harun Muray va bugungi videoda biza cheksiz yangi korоче juda ham aslidan juda ham zo'r o'yin o'ynaymiz bolalar. Albatta har doimgidek +1 keyboard escape o'yinini bilsanglar kerak, eng mashhur o'yinlardan bittasi klaviaturali asmir o'yini, lekin biz bugungi o'yinda sariyog'li asmir o'yinini o'ynaymiz bolalar. Короче, video oxirigacha biz nechinchi levelgacha chiqa olar ekanmiz, maksimum levelga chiqishni men harakat qilib ko'raman bolalar. Короче, joyda videoni like bosib hamma kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Men tungi soat 2da videoga olyapman bolalar. Hozir emas, boya O'zbekiston bilan Portugaliyani o'yini tugatib, O'zbekiston 5-0 ga yutqizdi bolalar. Afsuski biz yutqizib qo'ydik, mayli, hech qisi yo'q. Endi keyingi o'yinlarda yutishga harakat qilamiz. Albatta terma jamoamizni qo'llab-quvvatlaymiz bolalar. Короче, har doim videoga like bosib, kanalga obuna bo'lgan, eng yomoni 5 ta obunachini do'stga qo'shaman bo'lasizlar. Hamma do'stga qo'shmoqchi bo'lsanglar, videoga like bosib, hamma kanallarga obuna bo'lib qo'yinglar. Короче, endi boshladik bolalar. 2x lik bizda treadmill bor. Bu yerda faqat tezligimiz 2x ga ko'payadi. Lekin ko'payib nimagadir. Bittadan beryapti haligacha. Endi bu yerda 25x lik treadmill bor. Bu 180 Robux. Bu yerda esa bu qancha bu? 50 XP lik treadmill bor ekan. Bu qancha Robux bu? Bu 270 deadly treadmill ekan nomi. Keyin bizga gruppaga qo'shilsak, tekinga narsalar berar ekan. Mana shu narsalarni olamiz. Mana gruppaga ham qo'shilib qo'yamiz. Hozir bitta narsa o'rganib, bitta narsani to'g'rilab olish kerak. Mana bo'ldi. Endi biza boost oldik menimcha. Tekinga mana tekinga narsalar berdi. 5-6 level bo'ldik biz o'sha. 6-leveldamiz, yaxshi. Demak, yugursak bizda haligacha bitta beryapti. Endi biza 10 ta kubogimiz bor. 10 ta kubokka biz mana shuni olamiz. Bizda 2 tadan beryapti endi har bitta qadamimiz uchun 2 tadan narsa beryapti. Yaxshi. 2,5 mingta speedimiz bor. Endi ketdi bu yoqqa, qaysi zonagacha bora olar ekanmiz ko'ramiz. Hop, sayyorda qaranglar. Uy. Og'zini eshitdinglar? Menimcha bitta anonsi ham bor. Dada mana. Agar bitta yo'q ekan, og'zini o'zgartirib bo'lmasa ekan menimcha bu endi. Day, короче, keyingi stage-ga o'tib olamiz. Hoppa, yog'larning ustini. O, asmirning вообще. Og'zida cho'tki bor. Og'zimizni ko'tarib qo'yamiz sizlarga eshitilsin uchun. Davay ketdi. Yaxshi, ikkinchi zonadan ham o'tib oldik menimcha. Da. Endi biz kubikchalarni yig'ib olamiz. 3 ta kubikcha olamiz yana yoki kerak emasmi bolalar? Yomon qo'llar ekan mana. Bu 3 ta kubikcha olib qo'yamiz hozir bo'ldi, lekin ana yomon qo'llar ekan. 10 ta kubigimiz bor bizning yana. 100x garli treadmill bor ekan bu yerda. 387 ta Robux. Yaxshi, buncha qimmat. Mana u sinar ekan bossanglar, buni qaranglar. Buncha zo'r. Demak, короче bolalar biza 10 mingta sota olishimiz mumkin. 20 ta Robuxga men 10 mingta kubik sota olaman bolalar. Ko'ryapsizlarmi? Endi biz 10 mingta anonga mana buni sota olamiz. Keyin mana buni sota olamiz. Buni sota olamiz va mana buni ham sota olishimiz uchun bizga вообще 20 mingta kubikcha kerak ekan. Kubikchamiz shu kamayib ketdi hozir. 2x multi degan bu nima ekan bu? Yo, bunga tushunmadim. Короче, biz reverse ham qilishimiz kerak. Reverse'imiz 15-levelda reverse qilib olganmiz va traillar mana bu yerda o'zlarimiz oladigan narsalarimiz ham bor. 1 kubikka mana bu traildan olamiz. 2x qilib beradi. Tezligimizda aura ham bor ekan bu yerda. Aura ham olsa bo'lar ekan. Demak, 5 ga mana aurani olamiz. Demak, buni kiyib ham qo'yamiz. Yaxshi, endi 1 ga esa mana buni ovoz. Bu yonimda yurar ekan menimcha. Уже 7-level bo'lib ketdik. Hoppa, yaxshi. Mana bu yugurakchi 8, 9, 10. Yaxshi, reverse kazincha qoldi. Reverse qilamiz sразу. O'z bizga 220 tadan beryapti. Har bitta qadamimiz uchun bo'ldi. 220 tadan. Bu dahshat degani. Hoppa, yaxshi. 15-level bo'ldi. Reverse qilamiz. Yaxshi. Endi reverse qilgandan keyin reverse qilgandan keyin hamma narsani yuvib ketar ekan. Davay yana 10 mingta olamiz. Trofi. 10 mingta trofi olamiz. Buni sotib olamiz. Keyin buni olmadik mali. Mana buni sotib olamiz. Buni va mana buni sotib olishimiz uchun bizga dahoy Robux ketirish kerak. Lekin Robuximiz azincha qoldi. Bilan sotib olganimiz bilan turibdi bolalar. Hech qachon yo'qolmaydi. Endi bu yerda bilan ham sotib olganmiz. Buni ham sotib oldik. Teleport qilsak bo'lar ekan, keyin boshqa hech nima yo'q. Keyin bizga 1 minutda 20 xlik bir nima berar ekan korona.
Tezgimiz 330 tadan beryapti daji bola sekundga hozir. Yana 16-levelda yana reverse qilsa bo'lar ekan, lekin bu safar men reverse qilmayman. Bolalar ikki qilaveraymi, nima deysizlar? Biz ko'proq keyingi zonalarga o'tishimiz kerak. Hozir tezligimizni 16-level qilib bo'ldik. Reverse qilishimiz mumkin, lekin men reverse qilmayman bolalar, chunki vahshiy hammasini yo'q etar ekan. Undan ko'ra bolalar keyingi levellarga o'tib olishimiz kerak. Ana parkurdan 20-level bo'ldik. Qani qolgan yo'lda ko'payaveradi, ko'ramiz. Qayergacha boralar ekanmiz? Demak, bu yerda o'tamiz, va bu yerga ketmasimiz kerak. Mana bu yerdan o'tamiz, bu yerdan o'tamiz. Yaxshi. Kapuchinodan easy qochib ketamiz. Uy, asmini o'zini qaranglar. Qoch, kelyapti. Yo'q tushirka ustimizga. Iye, men tiyib ketdimmi? Qanaqasi tiyib ketdim? Iye. Pazor bo'ldik-ku. Samuray pazor bo'ldi. Yo'lda 25-levelgacha kelib qoldik bola daji. Yaxshi, kapuchinodan yana o'tib ketamiz. Kapuchinodan o'tdik. Endi mana bu yerda boyaga yo'q tushishini kutamiz. Yo'q tushib bo'lgandan keyin yurish boshlaymiz. Mana bu 20x. Bizga 20x qilib beradi bitta narsamizni. Bir nimani. Uy, asli oldin qaranglar buni. Uy, yaxshi 20 ta g'alaba. Ketdi. Ulguramizmi bolalar? Ulgurdik. Yaxshi, ulgurdik. Bu yerda o'tish uchun 80-level kerak ekan. 80-level biz hali 80-level bo'lmaymiz-ku. Короче, 100 ta g'alaba olamiz. Yaxshi, 100 ta g'alabani oldik, kubikchani. Endi bizga qolganiga mana treadmillda yurishimiz kerak bo'ladi. 30-level bo'lib olamiz hozir easy. Keyin bizni boshqa Robloxga narsa to'sa bo'ladi. Tekinga narsa berdi. Voy, nima berdi bizga? Ha, 1000 ta ano berdi. Yaxshi. Mana 40 millionlik qanaqadir bir pet bor ekan. Yonimizda yurar ekan, hayvoncha sotsa bo'lar ekan. 31-chi, 32-level bo'lib ketdik dashi. Juda ham zo'r. Endi bizga trail sotsa bo'ladi. 25 000 ta kubik ekan u. Mana ular ham qimmat ekan. Mana nima ekan? Stage 7 ga o'tish 3000 tami? 1000 ta. 1000 ta o'taychi. Ha, 1000 ta kubikka mana bir o'tsa bo'lar ekan. Ya, shu yerga keldik biz 1000 ta kubikka. Tepaga biz chiqib olamizmi, yo'qmi bilmadim bola, lekin ulgurmasak kerak. Bosib ketdi afsuski. Mayli necha. Mayli bosib ketgan bo'lsa hech qisi. Biz hozir maksimum yugurishimiz kerak bola. Maksimum yugurib turib bosib ketdimizni necha qila olar ekanmiz ko'ramiz. Mana agar treadmill sotib olsa 100x dan qilib beradi bizning tezligimizni. Hozir biz maksimumda tezligimizni kuchaytiramiz. Ko'ramiz qancha tezlikgacha bora olar ekanmiz. Bolalar bizning levelimiz 50 bo'lib ketdi dashi. Endi bemalol yurib boshqalarga o'tib ko'rsa bo'ladi. Yo'lda yana levellar kuchayib boraveradi. Davay, короче, ketdi. Endi bu safar rash tezlashib ketdik. Bunisi boshqa gap. Kapuchino yugurib ketamiz, o'tib olamiz. Demak, bu yerda yo'q kelyapti. Yo'qni ustida hozir tegmaslik kerak yo'qqa. Biz bosib o'tamiz, вообще asfaltga kayf beradi. Demak, soqol deb ketchiga menga. Qochamiz, davay, qochamiz, tez kelib qoladi. Endi mana yo'q, uchib o'tib ketishini kutishimiz kerak. Ketara sразу boramiz. Mana shu ulguramiz bolalar, mana shu ulguramiz. Qo'yib. Stage 7 ga keldik. Bu yerda vahshiy ulgurmasligimiz aniq. 3 sekundda yopilar ekan bolalar. Vahshiy tez o'tib ketish kerak bu yerdan. 130-level bizga tavsiya qilinadigan o'tib olishimiz uchun. Bu yerda bizga 50 mingta narsa 54-level bo'lib ketdik. 50 mingta qadam o'ziga tekinga berdi. 16 minutdan keyin 200 mingta berar ekan. Keyin qanaqadir bir super priz. 300 ta g'alaba olamiz bolalar. Yaxshi. Hozir agar biz 10 mingta g'alaba qiladigan bo'lsak bolalar, 10 mingta kubik oladigan bo'lsa, men 20 mingtaga mana bunaqa narsa olaman. Mana 20 mingtaga mana shundan olaman bolalar. 100 ta step qo'shib beradi bizga. Unda короче ketdi bolalar. Maqsad o'tirmasdan polnisda yig'ib olamiz hozir. Easy. Bu yerda o'tamiz, bu yerda o'tib ketamiz. Вообще easy bolalar. Mana qaranglar. Kapuchino tuta olmaydi bizani dashi. Boyda yo'q kelishligi вообще yoqmadi menga. Sizlar nima deb o'ylaysizlar bolalar? Keyin bolalar o'zinglar fikringizni yozib qo'yinglar. O'zbekiston yutish kerakmi, yutqizish kerakmidi? Ronaldo yoki Messi kommentariyga yozib qo'yinglar o'zinglar fikringizni bolalar. Qanday biz unidan o'tib ketdik. Yaxshi. Endi bu yerdagi chiqishni kutamiz. Yog'ni. Hoppa, yaxshi. Sразу yuguramiz orqasidan.
Davay, 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 kvat. Oy, yaxshi epladi. Yana 300 ta oldi. Yaxshi bola. 10 mingta qilib berdi bizga. Qancha ko'paytirib beryapti bu bola. Endi yana bizda 20 Robloxga 10 mingta kubik olamizda. Bola 20 mingta kubikka mana uni sotib olamiz. Mana fik bola. Sotib oldik. 660 tadan beryapti endi bizga. 660 tadan. Easy King levellarga o'tib olamiz bola. Qaranglar, hozir levelimizda maksimum ko'tarib olishimiz kerak endi. Kamida 80 ta olishimiz kerak bola. Bolalar ko'rayotgan bo'lsa, levelimiz 80-levelga mana qancha yetib keldi. Biz endi vaqti tez yuguramiz. Shitdan birinchi etajdan, birinchi stagedan tushib ketdik. Mayli necha, endi bu yerga tushib ketmaslikka harakat qilamiz. Hoppa, bu yerda easy o'tamiz. Cappuccinodan ham easy qochib ketamiz. Endi mana bu yerda easy o'tib olishimiz kerak. Yaxshi, bu yerdan easy o'tib ketdi buni qaranglar. Endi biz mana bu yerdan qanaqadir yog' chiqishini kutishimiz kerak. Bo'ldi, yog'dan o'tib oldik. Endi bundan keyingi zonada ham kutib olamiz. Qani o'tin tez chiqsa, biz yugurib, oy yaxshida, ketdi. Endi bu yerda easy o'tib ketamiz betlardan. Easy вообще bo'ldi. Hozir betda o'tishimiz uchun kamida 80 level bo'lish uchun, 130 bo'lishimiz kerak ekan. Ya, o't. Bular pashta o'tganligi. Hay, pashta o'tganligi bo'ldi. Ozgincha qo'ygan, ozgincha вообще. Chinni qolgandi. Hozir boshqadan borib ko'ramiz. 82-level bo'ldi. Yo'lda levelimiz kuchayib ketaveradi. Hop, o'tib oldik. Yaxshi, o'y Xudoga shukr. Day, betdan easy o'tib olamiz. Hoppa, yaxshi. Day, betda o'tishimiz uchun bo'ldi. Sirazi boshlanish bilan ketishimiz. To'xtay, kechib qoldik. Ketdi bola. Bo'ldi, ulgurdik. Endi aniq ulgurdik bola. Betdan o'tib oldik. Endi betda o'tishimiz uchun bizga nechta tezlik kerak? Tezlik yozilmabdi ekan betga. Mana shu betda easy o'tsak kerak. Nima qilish kerak ekan betda? Tushib ketmasam bo'ldi, hech qilib hozir. Qular ekan mana uni. Yaxshi bilan. Qular ekan. Bichikletami? Nima u? Bichikletami? O'tmoqchi bo'lib ko'ramiz bola, nima deysizlar? Qoch. Uy, bile, yomon yugurar ekanmiz ham bor. Yo, men 700 ta kubikchan olaman. 3000 ta qilib berdi menga. 700 ta kubikchan 3000 ta qilib berdi bolalar. Dan ketdi, yana borib kelishga harakat qilaman. Bir marta bordik, bu yoqqa ham easy boramiz endi. Cappuccino'da o'tib ketamiz. Mana bu yerdan easy o'tib ketamiz. Chiqib qoldi bu oldimizdan. Hoppa, yaxshi. O'tamiz. Yo'q, chiqib qo'ygan, g'alati bo'ldi. Bu yana chiqib qoldi oldimizdan. Men kutish kerak ekanda. Chiqib yo'qolib ketishini. Sal qoldi cappuccino o'lishiga. Day, stage 4damiz. Qanday? Yo'q, tez yo'qol bu yerda. Reverse qilishimiz kerak edi o'zi aslida biz. Yaxshi, bu yerdan yo'q o'tib ketish kerak. Da, o'tib ketdi bu yerdan ham yo'q. Day, ana yerdan yo'q o'tib ketish kerak. Bittamiz, da, ketdi. Hammani bosib ketdi bolalar yo'q. Yo'q, biz o'tdik, easy o'tdik. Da, 2 sekund bo'lishini kutamiz endi. Day, yugurdik, ketdi. Easy o'tolmadi bu yerdan ham. Bo'ldi, bu yerdan ham o'tdik bolalar. Yana 700 ta, 5800 ta bo'ldi bizga. Короче, biz reverse qilamiz bolalar. Mana bu kubikdan 0 bo'lib ketgan, vahshiy bo'lmas ekan bor. Vahshiy musor ekan. Day, bola 18-leveldan keyin yana reverse bo'lar ekan. Hammadan so'zdan mana olgan narsamiz turar ekan. Xudoga shukr. Bo'lmasa bo'ldi, vahshiy bor. Ana kubiklarni yo'qotib o'rgan juda ham bo'lmas ekan bolalar. Kubiklarni yo'qotib o'rishni qaranglar. Har safar boshqatdan kubik yig'ilishga to'g'ri kelar ekan bu o'yinda. Короче, bolalar, mana shu yerda men videoni tugataman bolalar. Videosi 15 daqiqa bo'ldi. Men o'zim tomog'im bo'g'rayapti. Zo'rg'a video olyapman. Insta videosi qilib ketmaydi. Yana bitta video olib qo'ydim. Soat 2 da tungi. Evet, bolalar keldi. Ko'rishguncha videoga like bosib, hamma kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Kelib ko'rishguncha xayr.